Assalomu alaykum. Sizni psixiatr, psixoterapevt, narkolog Zebinsa opa bezovta qildi. To'g'rirog'i, siz bezovtalanyapsiz. Balkim sizda qo'rquv, vahima, yomon xayollar, uyqusizlik, tanangizdagi og'riqlar, shifokorlarga borganingizda hamma joyingiz soppa-sog' degan holat, kuniga 2 martalab tez yordam mashinasini chaqirish, qon bosimingiz ko'tarilib ketishi, hech qayerdan davo topa olmaslik. Bu holatni oxiri bormi deb charchab ketish sizni bezovta qilayotgandir. Psixomet 24 klinikasining rahbari Zebinsa Ahmedovaman va bugun sizlarga nima uchun ba'zi insonlarda qo'rquv, vahima bo'ladi? Bu o'zi qayerdan keladi degan savolga batafsil javob bermoqchiman. Uy yonganlar ko'p, avariya bo'lganlar ko'p, suvga cho'kkanlar ko'p, aytaylik, farzandi qo'lida sudraga berib qolganlar undan ham ko'p. Lekin nimaga ana shu uy yongan odamlarni ba'zilari qo'rquv vahimaga tushib nevroz kasalligiga duchor bo'lishadi? Nima uchun hamma ham bunaqa og'ir holatlardan o'tsa, avariya bo'lish, hujjatlarga qo'l qo'yib qo'yish, qamoq jazosi holatiga yaqin kelib qolish yoki cho'kish, kimdir tayza o'tkazishi, o'g'rini ko'rish, uyga bosqinchilar bostirishi, pulni og'izib qo'yish, kreditga tushib qolish degan holatlarga o'nlab, yuzlab odamlar kiryapti-yu, lekin hamma ham qo'rquv vahimaga uchramayapti. Nima uchun? Siri nimada? Buning siri bolalik travmalarida. Ya'ni qaysidir sog'lom inson bo'layotgan xavfli vaziyatlarga sog'lom ko'z bilan qaraydi. Uyi yonib ketayotganini qarab turgan bo'lsa ham dog' qaraydi, achinadi, kuyinadi. O'shaning ichidagi mehnatlarini eslaydi, nima xato qildim deydi. Ammo qo'rquv vahimaga uchramaydi. Ertasi kuni qolib ketgan narsalardan uy qurish kerakligini yoki puli bo'lsa o'sha puldan imkon topish kerakligini o'ylaydi. O'sha kuni qolamasligi mumkin, ammo o'zini tez kunda tutib oladi. Ammo bolaligida travmalari bor inson hayotidagi biron bir og'ir vaziyatda stressga chidamsizlik qilib beradi. Ya'ni bo'layotgan stressga ana shu bolalikdagi travma binokli bilan qaraydi. Avvallari ham shunaqa holat bo'lganligini, u holat chiqib ketish qiyin bo'lgan holat ekanligini miya eslatadi va sen nochor holatdasan deydi. Endi o'sha yuqorida aytib o'tgan yong'in, ukol olganda shok berib yuborishi, doktorlar kasal deb qo'rqitish, kimlardir telefon qilib yomon xabar aytishi kabi holatlar o'tib ketadi, go'yoki yaxshi yuradi. Lekin birdaniga bir kun qo'rquv, vahima, xavotir, yomon o'ylar va depressiya, tushkunlik, hech narsa yoqmasligi, o'z-o'zidan yig'i, o'lib qolaman deb hammani bezor qilish, ko'chaga chiqmaslik holatlariga duchor bo'ladi. Nima uchun? Nima uchun ba'zi insonlar shunaqa bo'ladi? Birinchisi bu genetik moyillik. Ya'ni avlodda genetik moyillik bor. Men tog'amam bo'lib o'tgan, qaynanam, qarindoshim, o'zim qarindoshim, qaynamda ham bo'lgan yoki onamda ham bo'lib o'tgan ekan. Ya'ni genetik moyillik. Ya'ni genetik moyillikda nafaqat tana, balkim o'sha oilani muhiti qo'rqituvchi tarbiya, yugurma yiqilib tushasan, borma o'g'irlab ketishadi, hozir ana seni berib yuboramiz degan qo'rqituvchi tarbiya, muhit og'irligi bilan tarbiyalangan bo'lishi mumkin. Keling, o'sha qaysi inson to'liq juda ham tez tuzalib ketadi va qaysi inson tuzalib ketishga qiynaladi va qaysi ruhiy zarba og'irligi haqida gaplashib olamiz. Qani ketdik. Bundan oldin siz bizning mana shu YouTube kanalimizga a'zo bo'ling.
a'zo bo'lganingizdan keyin bizni yana ham ko'proq odamlar ko'rishni boshlaydi va siz kimlargadir mana shu YouTube kanaliga podpiska belgisini bosib, yana kimlargadir yordam bergan bo'lasiz. Va bizning Zemiz Ahmedovaning kurslariga, ya'ni qo'rquv vahimadan chiqib ketish kurslariga, bolalik travmasini yo'qotish kurslariga ham yozilishingiz mumkin. Bu kurslarni hozircha ishchi nomi ona terapiya, ota terapiya, munosabat terapiyasi. Bir so'z bilan aytganda, mana shu 3 ta kurs travma terapiya deb ataladi. Travma terapiya kurslarini o'tishingizni biz sizga taklif qilamiz. Qani boshladik, ketdik. Demak, 2 xil diagnoz bor travma terapiyada. Bittasi post-travmatik stress buzilishi va bu NKB10 tashxisi bo'yicha F43-1 kodi bilan tashxislanadi. Post-travmatik stress buzilishi yuqorida aytib o'tilgan holatlarda, ya'ni hamma narsa yaxshi edi, birdaniga juda ham katta, juda ham vulqondek, juda ham hayotni vayron qilib yuboradigan darajada og'ir stress paydo bo'ldi. Bu avariyada kimlardir o'lishi, mashina dumalab ketishi, hozir o'laman, hozir bir narsa bo'ladi degan narsalar, yoki yo'lda ketayotganda, suv ichayotganda tiqilib qolish, mashinani to'xtatishni ham bilmaydi, lekin hozir suv ham o'tmayapti, tiqiladi, bo'g'iladi, yoki aytaylik kimdir tuhmat qilishi, ertalab uyg'onsa yondagi kimdir o'lib qolganligi, yoki bolaligida maktabda o'sha bolaligida emas, aytaylik maktab bitirgandan keyin o'zi bilan 10 yil o'qigan o'rtog'ini o'tib qolganligi kabi mana shunaqa og'ir darajadagi stresslar boshdan o'tgan insonlarni post-travmatik stress buzilishi deb ataymiz. Bular vulqondek. Bular ko'p to'sindan, birdaniga, kutmaganda paydo bo'ladi. Mana post-travmatik stress buzilishini kompleks post-travmatik stress buzilishidan farq. Bittasi vulqondek bo'ladi, endi ikkinchisi kompleks post-travmatik stress buzilishi. Bittasi PTSR deyiladi, bittasi kompleks PTSR deyiladi. Kompleks PTSR bu kichkina, mayda, doimiy, har kuni kutib charchab shunaqa bo'ladi deb ko'nib, o'shanga moslashib, o'shaning ichiga kirib ketib yashash. Ya'ni post-travmatik stress buzilishi juda ham o'ta ham katta, vahimali bo'lsa, bu ozgina, lekin har kun. Masalan, o'sha bolani har kuni ustidan kulinishi. Hey cho'loq, kel bu yoqqa. Bola yurishga qiynalyapti, qandaydir bir semizroq yoki o'nqay-so'nqay qilib yuradi. O'shani men tarbiyaladim-ku, buni oyoq qichiqligini men qaramadim-ku demaydi ona. Oy cho'loq bu yoqqa kel deydi. Yoki semizroq bola. Ey qorinboy bu yoqqa kel deydi. Ey sassiqcha bu yoqqa kel deydi. Undan keyin hamma kelib, hamma o'tirgan paytda qaranglar deydi. Otasiga o'xshamaydi deydi, bir balo bo'lsin deydi. Kel bu yoqqa deydi. Hammasi ustidan kulib yuboradi. Ya'ni bolani qo'rquv, masxaralash, uyatga qoldirish, uni hech kim emasligini ichiga singdirish, laqab qo'yish, boshqalarga solishtirish, boshqalardan kamligini, pastligini, xunukligini, besonaqayligini, tanasi sassiqligini, o'zi besonaqayligini, semizligini, ovqat yeyishi dabdalaligini, o'zi undan dabdalaligini, o'rtoqlari yo'qligini, o'rtoqlari undan yaxshiligini, aytaylik yotgan joyi yomonligini, o'zi yotgan joyidan yomonligini, hammasini bolaga singdirib, uqtirib, bolani har kungi azob bilan katta qilish. Endi bolalik travmalari
bir necha xil bo'ladi. O'sha rad etilganlik, sen menga kerak emassan. Bola qorindaligidayoq rad etiladi. Bola qorinda bola bo'lib qolgan zahoti bolani yomon ko'radi. U hali 3 oylik, 5 oylik homila nima ta'siri bor deysiz? Homila ana shu qo'rquv, vahimaga yoki kerakmaslikka, g'amga bog'liq bo'lgan gormonlar bilan qorinda katta bo'lyapti. U katta bo'lib hali 3 oy, 4 oy, 5 oy bo'lyapti, lekin qonni ichida, onani qonini ichida shu bolaga nisbatan kerak emas deng, sen men kerak emas deng deb bolani katta qildi. Undan keyingi travma tashlandiq bola. Ya'ni bola tug'ildi-yu tashlandi. Ona keladi, sutini beradi yoki kimgadir aytadi, sutini berib qo'ying deydi. O'zi student bo'lib nimaga chiqib ketadi, o'qishga chiqib ketadi. Bola kimnidir begonaning qo'lida qoladi. O'zi endi tug'ilgan 1 oylik chillasi chiqmagan bola bo'lsa, nima uni travmasi bor? Travma kattalarda, mana menda travma, unda travma, u chaqaloqda nima travma bor? Qorni to'q, unga o'sha pampers kiygizib qo'yilgan deb o'ylaysiz. Aslida bola tug'ilgan zahoti onani ichida tug'ilganligi uchun onani hidi bilan kamida 1,5 yoshgacha onani hidi bilan yashash kerak. Ya'ni o'zlaring bilasizlarki, hali onani emizikdan ayirganida onani ko'ylagini yoki ro'molini bola oldiga qo'yib qo'yishadi. Bola shu bilan tinchlanadi. Ya'ni mana shu xalqimizdagi mana shu holatda ham bir narsa borki, demak bolaga onani hidi 1 yosh, 1,5 yoshgacha kerak ekan. Bola tinchlanishi uchun ona kelib bag'riga bossa, bola tinchlanib qoladi. Ya'ni o'sha joyda tashlandiq bo'lish, ona tashlab ketishi. Undan keyingi travma bolani yaxshi ko'rmaganlik. Yaxshi ko'rmaganlik. Bola yig'laydi, oldiga kelmaydi. Bola beshafqatlik. Bola ovqat yegisi keladi, vaqtida ovqat bermaydi. Va undan keyingi travma adolatsizlik. Bolaga adolat qilinmaydi. Sendan u yaxshi, sendan bu yaxshi, sendan u yaxshi, qo'shni yaxshi, akang yaxshi. Mana shunaqa adolatsizlik qilinadi. Va bularning hammasi bolalar travmasi deyiladi. Bolalar travmasi deyiladi. Bolalar travmasi kompleks posttravmatik stress buzilishi deb atalib, bolalar travmasidan kompleks stress buzilishi diagnoziga mos yana boshqa travmalar ham bor. Masalan, bir qiz yaxshi oilada o'sdi, unda hech qanaqa travma yo'q, ammo juda ham bir og'ir muhiti bor oilaga kelib qoldi. Bu oilada ovqat berilishi cheklanadi. Masalan, o'g'li, onasi, otasi boshqa uyda yaxshi idishlarda ovqatni, gulini, go'shtini yeb o'tiradida, kelinlar bu joyda qolib ketgan ovqat, qolib ketgan konfet, qolib ketgan singan idishda ovqatlanishadi. Ular bir-biriga qo'shilmaydi, ular ikkinchi sort hisoblanadi. Va shuni orasida yegan ovqati, qilgan ishi, aytaylik, avlodi, o'zi, tuqqan bolasi hammasi yomonlanadi. Ya'ni undan tashqari zo'ravonlikni boshqa turlari, pulsizlik zo'ravonligi, erkinni cheklash zo'ravonligi. Mana kecha bitta qiz telefon qildi. Zemiz opa, sizni videongizni ko'rib shu narsani tushundimki, menga o'sha travma berilyapti. Meni ruhiyatim buzilib, yaqinda o'zim bilmay qolyapman. Zemiz opa, nima bo'ldi? Meni qoplab ketishyapti. Eri ishga ketayotganda, sen biron joyga chiqmagin. Mana ovqating, mana uy, mana kitobing, mana ibodating uyda o'tir, qoplab ketyapti. Men bildim, men bu kasalda zombi, bu holat bilan zombi bo'lib qolaman. Yoki qaynona shu ishni qiladi, yoki qaynsingillar o'tirib olib uni ustidan kulishadi, ovqat berishmaydi, yoki yegan ovqatini gapirishadi, ko'p yedi, kam yedi, kecha yedi, bugun yedi, chapillab yerkan, xurlab uxlarkan. Ya'ni shu uyda travma oldi yoki aytaylik bir xotirasi pastroq
bola o'qishga kirdi, otasi o'qiysan deyapti. U hech ham yuridiskini bu qonunlarni yodlashga xotirasi yo'q. U o'sha institutda xor bo'lib ketyapti. Chunki dars ham qila olmaydi, o'qituvchilar kuladi ustidan, yaqin atrofdagilar hech narsani tushunmagandan ustidan kuladi. Ya'ni o'zini bilimi yetmagan joyga o'qishga kirib qoldi yoki shunaqa katta kredit oldi, hamma narsalari sotilib ketdi. Bu jarayon 2 yil cho'zildi yoki qanaqadir noto'g'ri ishga qadam qo'ydi, bu jarayon 5 yil cho'zildi. Juda ham yaxshi biznesmen edi, puli bor edi, imkoniyati bor edi va bir kun hammasini bitta xato bilan qo'ldan boy berdi. Endi oyoqqa turishga imkoniyat yo'q, yana qamalib chiqqan, qamoqdagi insonlar psixologiyasi o'zgargan, atrofdagilar singan. Bular hammasi kompleks posttraumatik stress buzilishi deyiladi. Kelinglar, men hozir sizlarga kompleks posttraumatik stress buzilishidagi shikoyatlarni posttraumatik stress buzilishlaridagi shikoyatlardan farqini tushuntirib beraman. Bu holatda emotsional regressiya birinchi o'rinda turadi. Emotsional regressiya. Nima degani emotsional regressiya degan? O'sha og'ir kunlari qanaqa hissiyot bergan bo'lsa, o'sha hissiyot bilan voqelikka qarash. Bugun to'y bo'lyapti, lekin unda emotsional hissiyot birinchi o'rindagisi qo'rquv-ku. Voy, qanday o'tar ekan? Bugun tug'ilgan kun bo'lishi kerak. Voy, nima bo'lar ekan? Tushunyapsizmi? Emotsional regressiya. Ya'ni mana shu emotsiyalar qachondir uning hayotida yoki uzoq yillar yoki juda ham katta vspышка bilan, vulqon bilan bo'lgan va o'sha birinchi o'ringa chiqib qolgan. Emotsional regressiya. Va ichki endi kompleks posttraumatik stress buzilishini o'sha hayotida og'ir kunlarda uzoq vaqt ko'rganlikni hozirgi katta bo'lgandagi holati ichki tanqidchi, yomonsan, kamsan, sen arzimaysan, sen loyiq emassan. Undan keyingisi uyalish, patologik uyalish. Ya'ni gapirishdan uyalish, yurishidan uyalish, ovozidan uyalish, odamlardan uyalish, menga nima bo'lib qoladi deb uyalish. Ya'ni uyalish orqali o'ziga kerak bo'lgan потребность deymiz biz, ya'ni o'sha insonni ehtiyojlaridan voz kechish. Masalan, institut o'qirdi, kecha bir bola keldi, institut o'qirdi, institutni muzlatdi. Nimaga? Boyagi patologik uyat uchun. Agar mana shu simptomlarni bilmaganimda, men u bolani oilasini surishtirib, oilasidagi otasining o'sha juda ham abuzer bo'lganligini, toksik bo'lganligini kirib so'rab ola olmasdim. Vaholanki bitta savol bilan qanday oilada o'sgansiz? Farovon, hamma narsa bor oila deyapti-da. O'sha oddiy psixolog farovon o'sgan ekan, hamma narsasi bo'lgan ekan deb mana shu farovonlikning ichida ham abuzer, toksik, travma bo'lishi mumkinligini bilolmay qolishi mumkin. Mana shu bitta shikoyatidan, demak, buni oilasida travma bo'lgan degan klinik fikrlash, kliniskiy mishleniya deymiz. Kliniskiy mishleniyaga kelib, o'shani surishtirsam, otasida shunaqa hech kim bo'lolmaysan sen degan bolani tahqirlash, azoblash, hamma narsani farovon qilib qo'yib, orqasidan mana shunaqa yakkalash, ya'ni ovqatini alohida berib, sen biz bilan o'tirishga loyiq emassan degan holatlar bo'lgan ekan, yoki ko'chada qorong'iga chiqarib qo'yish. Hamma narsa farovon, lekin ko'chaga qorong'ida chiqarib qo'yyapti. Hamma narsa farovon. Masalan, mehmon ketyapti, o'zini uyda qoldiryapti. Boshqa bolalarni olib ketyapti, buni bir o'zini qoldiryapti. Endi Zemiz opa, nimaga unaqa toksik odamlar oilada 5 ta farzand bo'lsa, 5 tasiga shunaqa qilmasdan bittasini topib olib shunaqa qiladi? Mana shu bittasini topib olishida qonuniyat bormi
degan savolga bizning keyingi videolarimizni kuzatib borsangiz, biz javob beramiz. Ya'ni ota yoki ona 5 ta farzandning ichidan qaysi biriga bunchalik og'ir shikast beradi? Nimaga 5 tasiga bermaydi-yu, bittasi bunaqa kозел отпущения deb ataymiz ruschasiga, kitobda shunaqa aytilgan. Bittasi shunaqa og'ir travmaga loyiq bo'ladi. Qanaqa uni tanlaydi? Kim u? Masalan, siz bilasizki, agar shunaqa travmadan o'tgan bo'lsangiz, opangizga unaqa qilinmagan, opangiz erkalangan, ukangizga unaqa qilinmagan. Nimaga siz bo'lgansiz? Tushuna olmaysiz. Bu haqda o'ylab ham ko'rmagansiz. Lekin biz bu haqda alohida video tayyorlaganmiz. Bizni kuzatib borsangiz, bu videoni ham ko'rasiz. Undan keyin o'zining ehtiyojlaridan voz kechadi inson. Ya'ni ko'chada uyalganligi uchun, odamlarga gapirishdan uyalganligi uchun, o'zidan yomon tomonlar qidirurganligi uchun ham institutda o'qiy olmaydi va o'sha institutda o'qish kerak, ammo o'sha ehtiyojdan voz kechyapti. Yoki bir chiroyli kiyim olish kerak, lekin o'zini loyiq demagandan eskisini kiyib yuribdi, yangi kiymayapti. Boshqalar bilan gaplashganda, yana bir marta aytaman, boshqalar bilan gaplashganda xavotirlanish. Ya'ni ko'pchilikcha kira olmaslik, ko'pchilik bilan gaplasha olmaslik, muloqot qilganda xavotirlanib ketish, qo'rquv birdaniga bostirib kelishlari, shular ichida sharmanda bo'laman, yiqilib qolaman, ular men haqimda nima deb o'ylaydi, ko'zim xunuk, o'zim xunuk, telba namo odamman degan o'zi haqidagi negativ fikrlar va real qo'rquvlar asosida yashaydi va shuning asosida ham atrofdagilar bilan qo'shila olmaydi, ko'pchilikda oldiga bora olmaydi, ko'pchilikda oldida tura olmaydi, ko'pchilikda orasida o'sha aytaylik majlislarda gaplasha olmaydi. Sotsiofobiyani bu ham og'ir turi hisoblanadi. Undan keyingisi o'zini hech kimga kerak emas deb hisoblaydi. O'zini yolg'iz hisoblaydi. Men hech kimga kerak emasman. Men hech kimga loyiq emasman, kerak emasman. Men shu dunyoda joyim yo'q. Men shu dunyoga men sig'mayman. Men shu dunyo menga begonaki, menga bir mehr beradigan, suyanadigan, meni yaxshi ko'radigan inson yo'q deb yashaydi. Va kimgadir bog'lanib qoladi. Aytaylik, kimnidir yaxshi ko'rib qolsa bog'lanib qoladi, lekin o'sha bog'liqligidan ham qo'rqib yashaydi. Meni tashlab ketsa-chi, mendan voz kechsa-chi, meni yaxshi ko'rmay qolsa-chi, meni yaxshi ko'rish uchun nima qilishim kerak? Men har kuni yaxshi ko'rish uchun, o'sha odamni ushlab qolish uchun nima qilishim kerak? Menga uylanish uchun nima qilishim kerak? Ya'ni kimgadir kerak emasman deydi-da, kimdir bitta odam topib olib, hatto o'sha boshqa bir inson uylanish ham niyati yo'q, o'zi ochiqchasiga necha marta aytayapti, men senga to'g'ri kelmayman, sendan 15 yosh kattaman deyapti. Lekin o'sha yigit unga bog'lanib qoladi yoki o'sha qiz o'sha otasidek insonga bog'lanib qoladi. Yoki ustoziga bog'lanib qolish, yoki o'qishiga, yoki aytaylik ilmiy daraja unvon olishiga bog'lanib qolish. Shundan boshqa hayot yo'q-da. 8 yil umri ketyapti, hali o'sha PhD'sini yoki kandidatskisini yoki ilmiy ishini oxirigacha yetkazib olmaydi. Nimaga oxirigacha yetkazsa, boshqa ish qilish kerak edi. Oxirigacha yetkazsa. Shuning uchun bog'liqlik, qaramlik psixologiyasi buda bor. Qaramlik psixologiyasi bor insonlarda, ya'ni mana shu posttraumatik stress buzilishi bor insonlarda boshqa qaramliklar ham bor. Ya'ni Coca-Cola ichishga, ovqat yeyishga, aytaylik narkotikka, dori vositalariga, uxlamaganda dori ichaverishga, o'zidan kasal qidirishga hammasi bo'ladi bu holatda. Va o'sha insonni rivojlanishi to'xtab qoladi. Kasallikka kiradi, muammoga kiradi. Kasallikka kiradi, muammoga kiradi, oldinga yo'q harakat. Eng asosiy shikoyatlardan biri kayfiyat noturg'unligi, kayfiyat o'zgaruvchanligi.
birdaniga xursand bo'lib ketadi, birdaniga xafa bo'lib ketadi. Bunday qarasak, bunday kulib yuboradi-da, birdaniga g'amga tushib, shu odam ham shunaqa o'zgaradimi deb qo'yasiz. U dissotsiativ holat bo'ladi, dissotsiatsiyalar bo'ladi. O'ziga tashqaridan qaraydi, jonsiz, jonsarak sezadi o'zini. Ozgina narsaga ham, ozgina shovqinga ham, ozgina bir ma'lumotga ham, ozgina og'irlikka ham vahimaga tushadi. Qo'rqib, baqirib, kimlargadir telefon qilib, vaziyatni murakkablashtirib, bitta filchadan, bitta pashachadan fil yasashga juda ham qodir. Stresslarga umuman chidamsiz. Bitta stress, hamma ishxonada stress bo'ladi. Hamma vaziyatda stress bo'ladi, lekin bu stress bo'lgan ishxonadan tez qochib ketgisi keladi. O'sha stresslarni bosib o'tib, rivojlanib, o'sha yerda muqim yashab tepaga rivojlanishni umuman o'ylamaydi. Va kompleks stress buzilishini oddiy stress buzilishidan, posttraumatik stress buzilishidan yana og'ir farqi suitsidal fikrlar. Yashamay qo'yaversam-chi, men jonimdan to'ydim degan fikrlar bo'ladi. Endi men sizlarga mana shu aytib bergan simptomlarimni boshqacharoq qilib, ya'ni chizib, sizga yetarli darajada miyangizga kirib borishi uchun bir chizgilar bilan tushuntirib bermoqchiman. Keling, biz doskamizga o'tamiz. Sizlarga ikkita mashina chizaman. Mana qarang. Bitta mashina chizdim. Bu mashina aytaylik Mercedes. Qanday bo'lardi Mercedes? Mercedes mana. Mercedes mashinasi bu. Buning ichida toklari juda ham murakkab va juda ham yaxshi qilingan. Demak, juda ham muhtasham, chiroyli, yangi, xavfsiz mashinani ko'rib turibsiz. Aytaylik, mana o'sha Mercedesning simi. Bir kun Mercedes simi uzilib ketdi. Endi tok nima qilmayapti? Bormayapti. Biz kelib mana shu joyini ulasak, yana tok kelishni boshlaydi. Posttraumatik stress sindromi, stress buzilishi kasalligi, ya'ni F43-1 PTSR stressga, og'ir stressga reaksiya, adaptatsiyani buzilishi, stressni miya yenga olmasligi holati mana shunaqa yaxshi nerv sistemani birdaniga uzilib ketishiga o'xshaydi. Mana shu uzilib ketish, yong'in, aytaylik yonib ketdi, avariya, aytaylik ko'zning oldida kimdir sudirgi berdi va boya yuqorida aytib o'tgan og'ir vulqondek holatlar. Lekin biz buni Yender metodi bilan o'chirsak, yana tok kelishni boshlaydi. Ya'ni mana shu narsani bunda o'chirib tashlaysiz, yana yaxshi bo'ladi. Buni masalan inson deb hisoblasak, mana shunaqa inson edi. Ya'ni insonni nerv sistemasi 16-21 yoshida xarakteri shakllanadi. Xarakter shakllanishi nima degan? Bizning miyamizdagi nervlar, aytaylik, mana nervlar, g'am nervlari bor. G'am ishlab chiqaradi. Endi sizlarga xunuk tushuntirib beraman. Va xursandchilik ishlab chiqaruvchi nervlar bor. G'am ishlab chiqaruvchi nervlar, masalan 5 ta va xursandchilik ishlab chiqaruvchi nervlar ham 5 ta. Bu normadagi inson hisoblanadi. Endi mana shu vulqon bo'lganda, mana shu vulqon
aytaylik yong'in, avariya, og'ir narsa, mana shu narsa mana bu yerga kelib hujayralarni mana aktivlab qo'ydi. Va mana bular bosilmayapti. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun paniska atakalar, kardionevrozlar, davleniyasi ko'tarilib tushmasligi, miyadan yomon xayol ketmasligi, miyada o'sha bo'lib o'tgan voqeani o'sha aytaylik otasi o'tib qolganda yoki qabristonda yoki mayit ko'rganda yoki olov ko'rganda yoki avariya ko'rgandagi narsa miyada mana aytaylik mana shu inson bo'lsa, mana shu miyasida katta o'rinni egallab mana shu video aylanaveradi. Endi bu PTSR diagnozi. Endi KPTSR diagnozini tushuntirib beraman. Men sizlarga bitta boshqa mashina chizdim. Aytaylik, bu mashina Jiguli. Jigulini ichidagi simlari eskirib ketgan. Mana o'sha simlar. Mana yog'ini ulasak, mana yog'i pand beradi. Mana yog'ini ulasak, mana yog'i pand beradi. Keyin hamma joyini ulab chiqsak, mana yog'i yana buzilib ketadi. Ko'rgansizlar o'sha simlar. Ya'ni mana shu diagnoz kompleks post-travmatik stress rastrойство, KPTSR diagnozi hisoblanadi. Bu MKB10 da alohida yo'q, MKB11 da alohida bo'lib kelyapti diagnozi. Mana mutaxassislar, vrachlar esa bu gaplarni tushunishadi. Oddiy insonlarga esa ikkita mana shu kasallik borligini va bu kasallik bolalar travmasiga bog'liq emasligini va mana bu kasallik bolalar travmasiga bog'liqligini tushuntirib bermoqchiman. Ya'ni bularni bolaligidan xarakterologik xususiyatlari mana shunaqa bo'lib, nochor bo'lib shakllanadi. Aytaylik, insonda g'am hujayralari bilan xursandchilik hujayralari teng-teng rivojlanishi kerak bo'lsa, bularda g'am hujayralari mana bunaqa sportsmen bo'lib ketib qolgan bo'ladi. Mana g'am hujayrasini qarang, u qanaqa to'rtburchak va sportsmen, katta. Endi bu g'am hujayrasi edi, endi xursandchilik hujayrasi. Xursandchilik hujayrasi kichkina. Va 4 ta g'amdiki endi 6 ta bo'lib qoldi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bu insonni hamma joyi g'amdan iborat. Mana shu birinchi o'rinda ishlaydi. Butun hujayralarning ichi g'amdan iborat. Butun simlarning ichi g'amdan iborat. Xursandchilik ozgina men ham borman desa, men bostirib tosh deb bosib tashlaydi. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni kayfiyat endi ko'tarilgan paytda, xursand bo'lmagin. Hozir yomon narsa bo'lib qoladi deb yomonlik kutadi. Kelajakdan yomonlik kutadi. O'tmishni unuta olmaydi. Bugungi kunda xavotirlanib, qo'rqib yashaydi. Birov kelib qolsa-chi, yomon gapirsa-chi, qizi yomon joyga turmushga chiqsa-chi, o'g'li qamalib qolsa-chi, Xudo uni sevmay qolsa-chi, eri uni tashlab ketsa-chi, uyi bir narsa bo'lib qolsa-chi, hamma joyda. Ya'ni men bu xursandchilik, bitta xursandchilik bo'lsa, masalan, o'g'li mashina oldi. Endi avariya bo'lsa-chi deb o'ylaydi. Shu gapni aytishga uyaladi, lekin ichida shu qo'rquv keladi. Endi bolasi har kuni mashina minib ketsa, uni kelishiga avariya bo'lib qolsa-chi deb kutib yashaydi. Endi nima deb o'ylaysan? Mana shunday boylab qo'ysak, emdir bilan boylasak, tuzalib ketaversa, bu joyda mana buni emdir qilsak, bunisini qilsak, bunisi bu joyda juda ham katta va ko'p metodlar ko'p aytaylik, behavioral terapiya, dialektik behavioral terapiya, sxema terapiya, gipnoz terapiya, yemdir terapiya, dialektik behavioral terapiya, kognitiv behavioral terapiya. Aytaylik, bu joyda yana xulq-atvor bilan, tana terapiyasi bilan, ya'ni telesno orientirованный terapiyalar bilan aytaylik, jamiyatga
ijtimoiy fobiyasi bo'lsa, jamiyatdan qo'rquv bo'lsa, ijtimoiy treninglar bilan o'sha insonni terapiya qilish kerakligini tushunib yetdinglar. Mana bu joyda bitta konsultatsiyada yaxshi bo'lish imkoniyati yo'q. Mana bu joyda bitta konsultatsiyada 70-80-90% gacha natija bo'lishi mumkin. Hurmatli aziz yurtdoshlar, bolalik travmalari qanchalik og'irligini, qanchalik bolalik travmalari hayotingizni rasvo qilib qo'yishi mumkinligini tushungan ekansiz. Siz 21 yoshdirsiz, siz meni eshitib 41 yoshdasizdir yoki siz 60 ga kirgan bo'lsangiz ham ana shu travmalar sizni boshqarayotgan ekan. O'sha travmalaringizdan qutulish uchun umringizni qancha qismi bo'lsa ham yaxshi yashash uchun, halovatli uxlash uchun, uyqusizlikdan chiqib ketish uchun psixoterapevtga murojaat qiling. Biz sizning ruhiyatingizni, hayotingizni tiklashingizga bilim beradigan, shifoni buloqlarini ochilishiga xizmat qiladigan mutaxassislarmiz. Sizga bog'liq hammasi. Siz tushundingiz, endi harakatingizga bog'liq. Bir videoda aytgan ekanman, men sizni kuzataman deganda, men sizga muzeymanmi degan ekanman. Hozirgi bu video ham faqat kuzatadigan muzey emas, sizni harakatga keltiradigan video. Ya'ni siz qadam qo'ying. Tushunchangiz paydo bo'ldimi? Siz o'zingizni, ichki dunyoingizni qaytadan isloh qilib, nimalarnidir o'chirib tashlab, o'zingizni boshqatdan hayotga keltirmoqchimisiz? Buning imkoni bor. 95lik 166 26 62 raqamiga murojaat qilasiz va mana shu og'ir travmalarga sababchi bo'lgan toksik munosabatlar, toksik oila, toksik ota-onalar, toksik aka-ukalar orasidagi munosabatlar hozirgacha davom etayotganini bilaman. Va mana shu kelajak sizni xarob qilmasligi uchun albatta shu holatdan chiqib keting. 95lik 166 26 62 doktor, psixiatr, narkolog, psixoterapevt va psixolog Psixomet 24 kanalining klinikasining rahbari Zebinso Ahmedovaman. Bizni Telegram, Instagram, Facebook hamda doktor Zebinso.uz saytidan topib olishingiz mumkin.